Bugungi 4 yillik tadbirdagi o'zingizni iliq fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Bugungi tadbirga tayyorgarlik juda ajoyib bo'lmoqda. Tadbirimiz yuqori kayfiyatda o'tishi uchun barcha mas'ullar jalb etilgan. Tadbirda barchani kutib qolamiz. Keling, tashrif buyuring tadbirga. Barchaga omad, rahmat. Xudo xohlasa uchun. Yosh bizni ko'rchilar bunda maydonlarga ochgandek yo'lni tortishdan boshlab kelsak kim umid berib cho'zamiz qo'lni ko'pay birlashgan kuch Abduhamidov jamoasi yengilmas kuch bayroq baland yurakda g'urur g'alaba yo'lida porlaydi nur ko'pay birlashgan kuch Abduhamidov jamoasi yengilmas kuch bayroq baland yurakda g'urur g'alaba yo'lida porlaydi nur Abduhamidov jamoasi kechagi kunlar ortda qoldi sekin asta saflari ortib maydonlarni zabt eta oldi ko'pay birlashgan kuch Abduhamidov jamoasi yengilmas kuch bayroq baland yurakda g'urur g'alaba yo'lida porlaydi nur ko'pay birlashgan kuch Abduhamidov jamoasi yengilmas kuch bayroq baland yurakda g'urur g'alaba yo'lida porlaydi nur bas keladi bizning bu sport shamollarning shiddat shahdiga cho'layverar sizni yanada salomatlik degan shahriga ko'pay birlashgan kuch Abduhamidov jamoasi yengilmas kuch bayroq baland yurakda g'urur g'alaba yo'lida porlaydi nur bas keladi bizning bu sport shamollarning shiddat shahdiga cho'layverar sizni yanada salomatlik degan shahriga ko'pay birlashgan kuch Abduhamidov jamoasi yengilmas kuch bayroq